Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz sizlar bilan pizza tayyorlaymiz. Uning uchun bizga 200 gram un, 120 gram eriydigan pishloq, 200-250 gram atrofida kolbasa, albatta bu o'rtacha pizza uchun, va bodring, bir dona pomidor, tuz, iliq suv va zaytun yog'i. Xohlasanglar o'simlik yog'i ham ishlatishingiz mumkin va drosh kerak bo'ladi. Va albatta tarozi ham bo'lishi kerak. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz va idishimizga 120 gram suvni quyib olamiz. 10 gram tuz men tarozida o'lchadim va drosh 10 gram, zaytun yog'imizni 50 gram qo'shib olamiz. Bu taxminan 3-4 qoshiq atrofida bo'ladi. Unimizni ham asta-sekin solib olamiz. Xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Xona haroratida 10-15 daqiqa turgizamiz va ustiga salafan yopib qo'yamiz. Pomidor va bodringlarimizni kesib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi. Sirlarimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Yozib oldik. Listimizni yog'lab olamiz. Xamirlarimiz ham oshib chiqdi. Endi souslarimizni surkab olamiz pizzamizni xamiriga. Kolbasalarimizni terib olamiz. Yigirma daqiqaga 200 gradusga qo'yamiz. Duxovkamizni oldindan qizdirib olgan bo'lishimiz kerak. O'tmasda. Chekasdan.